Men Germaniyaga o'z student vizamni qabul qildim. Hammaga salom, men ismim Abdulloh Xobiljonov. Men Germaniyaning Hamburg shahridagi University of Europe for Applied Sciences universitetiga qabul qilindim. Bakalavrga hamda Business Administration and Data Science yo'nalishiga. Men 191-maktabni yakunlab, Webster universitetida 1 yil o'qidim. Maktab baholarim 4,5 GPA tashkil qiladi va IELTS dan 6 ballga egaman. Germaniyani tanlaganim sababi yoshligimdan o'zi niyat qilib yurardim chet elda o'qishni. Aniqlamagan edim. London yoki Yevropaligini sal katta bo'lib izlanib ko'rdim, что Yevropada sharoitlar boshqa, yaxshiroq. Germaniyada уже Yevropani ichidagi shaharlardan ko'ra Germaniyada ancha o'qish ta'lim sifati balandroqligini bilib Germaniyaga topshirdim. Xo'p, Germaniyani tanlaganimga birinchi sabab bu доступ butun Yevropaga, o'qish sifati, уровень жизни deydi, и uchinchisi mentalitet, atrof muhit, обстоятельства to'g'ri keldi. Kelajakda o'sha yerda qolish uchun yaxshi atmosfera. Qiynalganlarim faqat shu vizani kutayotgan paytim qiynaldim, boshqa payt qiynalmadim deb o'ylayman. Undan oldingi universitet tanlashda ozgina muammolar bo'ldi. Qaysi birini tanlash o'zim aniq bilib tanlamadim. Keyinchalik уже protseslardan keyin mana shu universitetda to'xtaldik. Shu ikkita problema bo'ldi deb o'ylayman. Kelajakdagi rejam, xudo xolisa 4 yil o'qishni bitirgandan keyin O'zbekistonga qaytib kelish ozgina vaqtga. Bu yerda o'sha plan qilgan ishlarim o'xshaydigan bo'lsa, keyinchalik bu yerda qolaman yoki Yevropaga ko'chib ketaman. O'zi instruksiya oldindan bilaman, hammaga tavsiya qilaman, chunki o'zim ham ikkilamga yashab kelaman. Birinchi yil o'zimni momoyim bo'lib kira olmaganman, ikkinchi yil kirdim. Ikkilamga o'rtoqlarimni ham olib kelganman. Ularning muammosi bo'lib, ular ketisha olmadi. O'zim xohlaganim uchun menda o'xshadi. Agar o'zingizlar xohlasanglar, sizlarda ham o'xshaydi.